Futbol olamidagi eng boy klublar aslida milliarder emas, balki milliardlab qarzga botgan qashshoqlar ekanligini bilarmidingiz? Bugun tom ma'noda butun boshli davlat budjetidek qarzga botgan top 5 ta klubni ko'rib chiqamiz. 5-o'rinda Roma. Ular naqd 636 million yevro qarzga botgan. Sababi hatto klubning o'z stadioni ham yo'q. Stadio Olimpico ijarasi uchun har yili millionlab pul havoga uchadi. Endi ular UEFAdan jarimaga tortilmaslik uchun faqat yetakchi o'yinchilarni sotib, kun ko'rishga majbur bo'lishmoqda. 4-o'rin Inter Milan. Qarz miqdori 740 million yevro. Xitoylik xo'jayinlar qarzni vaqtida to'lamagani uchun klubni xuddi garovga qo'yilgan buyumdek Amerikadagi fondga boy berishdi. Yaxshiyamki Chempionlar Ligasidagi omadli ishtirok ularni to'liq bankrotlikdan asrab qoldi. 3-o'rinda Tottenham. 1 milliard 300 million yevro. Lekin shoshmang, bu qarz ularni cho'ktirmaydi. Chunki pulning hammasi yangi va dahshatli stadion qurilishiga sarflangan. Bu stadion hozir NFL o'yinlari va konsertlardan klubga yiliga qo'shimcha 50 million foyda keltirmoqda. Bu qarz emas, bu shunchaki aqlli investitsiya. 2-o'rin Manchester United. 1 milliard 330 million yevro qarz. Bu dahshatli raqam 2005-yilda Glazerlar oilasi klubni kreditga sotib olgandan beri jamoaning bo'g'zidan olib keladi. Eng qizig'i, jamoa shuncha qarz bilan yana 2 milliard yevrolik yangi Old Trafford qurishni orzu qilmoqda. Va nihoyat 1-o'rin Barselona. Hayratlanarli 2 milliard 400 million yevro qarz. Transfer bozoridagi avvalgi ahmoqona xaridlar, futbolchilarning kechiktirilgan maoshlari va yangi Camp Nou qurilishi klubni shu ahvolga soldi. Ular qarzni yopish va birga bir qoidasiga qaytish uchun telehuquqlarni, stadion nomini va hatto kelajak